Reytingi ko'tarilib ketgan qo'shni davlatlarimizda Qirg'izistondan juda ko'p mehmon kelishdi. Deyarli har kun kelishdi. Men bundan boshimiz osmonda, juda ham xursandmiz. Qo'limizdan kelgancha charchog'imizni bildirmasdan ko'ngillarni olishga harakat qilibdi. Kamchiliklar bo'lsa uzr. O'shanga ikki og'iz mana ikki xil choyimizni ichib ko'rishdi. Akalardan xolisona baholarini, bir gaplarini olamiz. Akalar xush kelibsiz. Xush bo'linglar. Assalomu alaykum. Rahmat mehmondorchilik uchun. Choylar mashalloh yaxshi. Mevali choy ichdik. Mana sutli choydan ichyapmiz. Mashalloh, hamma uzr. Kamchiliklar boya aytganingizdek nimalardan ozgina qo'shilish kerak bo'lgan narsalarni qo'shib qo'ysangiz yana ham zo'r bo'lar ekan. O'zi hozir ham zo'r ekan. Zafron tugab qoldi. Bu narsalardan qo'shib qo'ysangiz undan ham zo'r bo'lar ekan. Bo'ldi aka. Karkada choyimizchi, mehnat choy deymiz, yoqdimi? Bu mehnat choy ham zo'r ekan. Ichiga haligi nimalardan qo'shish kerak bunga ham. Mevalarmi? Mevalar. Bu mevali choyimiz. Mevali choyimiz adden. Bu karkada choyimiz o'zi karkada. Masalan, hamma mevali choyda karkada bo'ladi-da. Bu karkadaning o'zi. O'shaning uchun bizda buni yozda yaxshi ko'rib ichgan, o'sha yozdagi ice teamiz issiq variant. Mashalloh. Unda bo'lsa zo'r ekan. O'zi haligi karkada quyuq buni holati. Boshqalarning fikri bo'lsa, mana bemalol. Assalomu alaykum. Biz mana shu internetdan, Instagramdan ko'rib keldik. Bizga juda yoqdi. Mashalloh zo'r. Alloh taolo baraka bersin. Rahmat aka. Maza qilib o'tirdik. Xo'p, men ozgina taklif bermoqchiman mana bu karkada choyga. Ozgina imbir qo'shilsa qanday bo'lardi ekan? Ozgina nimtadan bilan juda zo'r bo'lardi ekan, ta'mi deb bir o'zimcha hozir o'ylab ko'rdim. Shuni bir qo'shib ustida ishlab ko'ramiz. Yaxshi taklif, aka. Imbirli choyimiz boshqa limon bilan bor, endi karkadaga ham qo'shib ko'rar ekanmiz. Biz mana shu birodarlarimiz gapiga qo'shilamiz aka, hammasi yaxshi. Maza qildik, shirinliklar ham zo'r bo'pti aka. Ayniqsa mana bu ustiga pistan nimasidan sepilgani bor ekan-ku, sutli tralicha. Shuni o'ta ham bir zo'r boshqacha bo'pti aka, maza qildik. Kelganimizga afsuslanmasdan maza qilib ketyapsiz, xudo xolisa aka. Rahmat. Xush kelibsizlar aka. Bemalol aka, nima qila olasiz, hammasi yaxshi bo'pti aka. Rahmat.